2026-yilda futbol yo'nalishi juda ham katta trendga chiqadi. Tez orada FIFA chempionatlari boshlangach, futbol yo'nalishini biladigan youtuberlar juda ham katta daromad qilishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Elbek Nabiyev va bugun biz Amerika yo'nalishi uchun navbatdagi juda ham zo'r trend yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni hammamiz sevgan futbol yo'nalishi. Agar siz kanalimda yangi bo'lsangiz va Amerika YouTube'da endi o'rganayotgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying va juda ham ko'p bepul darslar chiqarganman. Har birini ko'rib chiqib, ko'plab narsalar o'rganib olishingiz mumkin. Qani do'stlar, unda yo'nalishni analiz qilishni boshladik. YouTube'ga futbol versus edits deb yozamiz va bizga juda ham ko'p trenddagi shorts videolar chiqib keladi. Bunday videolarda turlari juda ham ko'p. Biz aynan 2-3 xil turlarni yo'nalish sifatida tanlab olishimiz mumkin. Kelinglar bir ikkita shorts videolarni sizlarga ko'rsataman. Bunisi futbol battle shorts deb nomlanadi. Ya'ni futbolda ikki tarafdan ikki xil futbolchi keladi va qaysi biri zo'r degan savol qo'yadi bu yoqqa va shu tarzda video ketadi. Ko'ryapsizlar do'stlar, video juda ham qiziqarli. Ikkita futbolchini taqqoslayapti, qaysi biri zo'r deb va juda ham ko'p 39 mingta layk yiqqan. Bu kanalda ko'radigan bo'lsak, videolari juda ham yaxshi prosmotr olgan va populyarni bosamiz. Bu videolar o'z davrida juda ham katta millionlab prosmotr olgan ekan. Keyingi turlarni ko'ramiz. Shunaqa emotsional shortslar ham bor. Ta'sirli videolarga subtitl yozib qilinadi. Ko'rib turishimiz mumkin 271 mingta layk yiqqan. Bu kanalni analiz qiladigan bo'lsak, 51 mingta obunachisi bor va jami futbol yo'nalishi orqali 60 milliondan ortiq prosmotrlar yiqqan va daromadni ham juda yaxshi qilsa bo'ladi. Futbol yo'nalishida shorts videolar bor va katta videolar bor. Biz hozir shorts videolarni ko'rib chiqyapmiz. Shortsni ham telefonda qilsa bo'ladigan osonlari bor va kam vaqt ketadigan, ko'p vaqt ketadiganlari bor. Kompyuterda professional darajada qilinadiganlari bor. Bugun biz ko'pchilik telefonda qilayotgani uchun eng osonini o'rganamiz. Aynan shu turdagi versus battle editlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Yasashga o'rtacha yarim soatdan 1 soatgacha vaqt ketadi. Va bunaqa kanallar bilan ham siz bemalol kamida $500 dan uzog'i $1000, $1500 daromad qilsangiz bo'ladi va juda ham kam vaqt oladi do'stlar. Albatta o'zingizdan kreativ ideyalar kerak va bu yo'lda qaysi futbolchilar trendda bo'layotgan bo'lsa, o'sha momentlarda qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa videolarni qayerdan olaman desangiz, YouTube'dan xavfsiz kanallar bor va maxsus saytlar orqali futbolga oid ko'plab videolarni olsangiz bo'ladi. Lekin translyatsiyalardan, jonli translyatsiyalardan to'g'ridan-to'g'ri yozib olish xavfli hisoblanadi. Bu fursatdan foydalanib men sizlarga Telegram kanalini tavsiya qilmoqchiman. Telegramga kirib Elbek Nabiyev deb yozing yoki videomizni pastida yoki kanal profilida havola bor. Men bu kanalimda sizlar uchun juda ham ko'plab qo'shimcha darslar yozib boraman. Qaysi yo'nalishlar yaxshi, qaysilari yomon bo'lardi doimiy ravishda Telegram kanalimda aytib boraman. Har hafta jonli efirlar orqali darslar bo'ladi va sun'iy intellekt uchun bepul promptlarni tashlab boraman. Do'stlar, bu yoqda eng osoni mana shu. 600 mingtadan prosmotr yiqqan. Aynan shu futbol battle edits yo'nalishidagi videolarni yasashni men pullik kursimda o'rgatganman. Lekin sizlar uchun men pullik kursimdan bitta darslikni Telegram kanalimga sovg'a qilib tashlab qo'ymoqchiman. Demak, Elbek Nabiyev nomli Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ying va bu yoqda sizni batafsil darslikni montaji kutib turadi. Bu yo'nalishlarda siz qanaqa strategiya qilishingiz kerak? Agar shorts qiladigan bo'lsangiz, bir kunda o'rtacha bittadan 3 tagacha video yuklashni tavsiya qilaman va vaqtlari soat 15:00 da va ertalabki 5:00 da qo'yishni tavsiya qilaman. Agar futbol yo'nalishi bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, layklaringizni ayamang va albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Darslikni olish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying.